Tegi-tekte aytganda hazır Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Junxo Xalq Jamhuriyati o'rtasida portlaydigan savdo urush masalasi bu demak Jungo masalasi deganlikdir. Men shunday tahlil qildim, qo'shilaman sizlar vatandoshlar, bu demak Jungo masalasi deganlikdir. Endi biz Amerika Qo'shma Shtatlarining savdo siyosatini qo'llaymiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining har qanday siyosatini qo'llaymiz. Bo'libmi Jungo qaratgan har qanday siyosatni qo'llaymiz. Agar Amerika Qo'shma Shtatlari Junxo Xalq Jamhuriyati o'rtasida savdo urushi portlaydigan bo'lsa, bu Amerika Jungo munosabatining har qaysi taraflariga ta'sir ko'rsatadi, dedi Kennedy. Men sizlarga leksiyada shunday aytdim. Mana shunday boshlandi, hurmatli vatandoshim. 2018-yil bugun cheslaga 5, avvalgi yerimida yoki avvalgi 5da aytganda Jungo Amerika o'rtasida savdo urushi portlaydi. Savdo urushi portlaydi. Endi buningda Jungoning cho'ng davlat ekanligi, Jungoning cho'ng savdo davlat ekanligini hamma odam biladi. Sizlar bilasizlar, biz bilmaymiz, butun dunyo biladi. Lekin men shu narsani aytayki, vatandoshim, iqtisodning o'z oldiga bu qurilma usulidir. Bu qurilma iqtisodning o'zining qonuniyati bilan bo'ladi. Jungolog Newda deydigan bir odam bor dema sizlarga bu kishining maqolalarini talaqitim o'qigan va yetkizgan leksiyalarni sizlarga yetkizgan edim. Newda nima dedi shu vaqtda sizlarga dedim so'zimni bilmayman. Sadece bir adalet bo'lish kerak. Bu adalet iqtisodning qora qo'lidir, iqtisodiy taraqqiyotning qora qo'li deganda bu qo'l dal adil adalet, ahli adaletdir. Ahli adalet bo'lmasa iqtisodning taraqqiy qilishi mumkin emas. Demak, bu yerda yig'ib aytganda, shu 10 yil, 15 yildan beri deyli, Jungo Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan beri tartibli nizomga qoidalarga bo'ysunmadi. Bu yerda ahli adalet bo'lmadi degan gap. Amerikaning ta'kidlayotgani faqat savdo. Biz savdo qilamiz, adil savdo qilamiz. Raqobat asosida savdo qilamiz. Herkes ko'zbuyamchilik bilan, tajovuzchilik bilan, bulanchilik bilan savdo qilmaymiz. Degan bugun bu yerga yetdi. Iqtisod o'zining karomatini ko'rsatgan davr kirdi. Endi hozir dedi mana Kennedy biz Chavshan masalasi yoki boshqa har qanday masalalar tufayli bu qatam Jungo qaratgan savdo tijorat siyosatini Amerika hargiz o'zgartmaydi dedi. Endi biz bundan keyin shu yo'lda leksiyalar so'zlaymiz. Bundan keyin xabarlar va maqolalar keladi. Men bayqi munoza qilamdiki, ajal yetib kelgan Jungo deganga bir tirishchilik ko'rsatib boqay. Bak uzun maqola ekan, shuning eng oxirgi haliqi jumla Dalay Lama masalasini o'tirib qo'ydim. Demak, hozir Jungo hukumatı Tibet masalasi hal qilish qadam qo'yib turib, ya'ni chidamayotganda qanday? Nimishki Hindiston bilan masala o'tirg'i chiqaryapti. Shuning uchun sen yangichini evatding, Hindistonga modiy qabul qildi, chegarada muqimlikni tashkil saqlaymiz deding. Bugun nimishki Aron ochaliga 200 qadam ilgirlab, har bir ko'ch va traktor tanklarni haydab kirding. Traktor qurilishi uchun tankni nimish qildi u yerda. Bugun suratli xabar chiqdi. Anandagi rais Xi Jinping bu yangi yilda nimishki harbiy forma kiyib oldingiz, apandi. Uning uchun qo'lingiz qurol olib, bir yana qorg'ilib o'tiribsiz. Bu ish nimadan bishoratmi? Urush qilaman degan gap bu. Hozirgi dunyoning urush qilish tayyorligi yo'q. Masalani tinch yo'lda hal qilamiz da'vatida. Masalani tinch yo'lda hal qilib, oldinlar siz qiladigan ish hozir o'tganda bergan va'dangiz yoki yaqinda ochiladigan partiyaning ikkinchi umumiy yig'inida qaror qildigan asosiy qonunni o'zgartirish. Bu asosiy qonun orqali, qonun va kelishim orqali, gap orqali avval Dalay Lamani lihasa qandaq elektrislar Jungolar qapandilar. Mush masalani o'ylashinglar. Deyman.